Bobojon o'z kanaliga ega tekkani keldim. Men hozir 2001-yilman. 2001-yil 24 yoshdaman. Ega tekkani keldim. Men turmushga chiqish niyatim bor. Nogiron inson bo'lsa ham, kalaskada qolgan bo'lsa ham, shu insonni baxtli qilish niyatim bor. Azizlar, agar siz Rossiya Federatsiyasida bo'lsangiz, Play Market yoki App Store'dan Tezpay ilovamizni yuklab olib, yaqinlaringizni Uzkartiga, Humo kartasiga, gaz suv svetlariga, telefonlariga, internet provayderlarga eng zo'r kursda pul yuborishingiz mumkin. Play Market yoki App Store'ga kirib yuklab oling va yaqinlaringizni Tezpay bilan birgalikda quvontiring. Assalomu alaykum hammaga. Azizlar, hammalari sog' salomatmisizlar, omonmisizlar? Bobojon o'z kanalida to'yni boshlaymizmi? To'yni sog'inganlar bormi? Do'stlar, Tezpay ilovasini yuklab olish esdan chiqmasin. Qisqacha reklamani aytib o'taman. Rossiyada bo'lsangiz, O'zbekistonga ko'proq pul jo'nataman desangiz, albatta Tezpay ilovasidan foydalaning. Play Market App Store'dan yuklab oling. Xullas, Rossiyadan turib bemalol barcha uslubga to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Gaz, suv, svet, xullas internet provayderlari barcha to'lovlarni amalga oshirasiz. Bu qisqacha bizni reklamamiz. Endi akalarim, opalarim, yonimizga kelgan, Navoiydan kelgan qiz, bilyapsizlar, kuchli hayajonda gapiga o'xshamayapti. Chunki ko'pchilik bu yerga o'sha videoni oldiga kelganda hayajon bosib qoladi. Lekin videoning tashqisida bemalol yaxshi gapiradi. Men hozir bilganimcha sizlarga yoritib beraman. Necha yosh eding? 24 yoshdaman. 24 yoshda o'z tengini izlab kelgan. Agar tengi chiqsa, Bobojon o'z kanalida bir kunda to'ylarni qilib beramiz. Endi eslatib o'taman, har bitta videolarda aytib o'tsam ham baribir juda ko'pchilik bizga SMS, голосовой telefon qilishyapti. Qo'lim ko'ksimda, akajonlarim, opajonlarim, bizga telefon qilmanglar, faqat Telegramdan video tashlang o'zingizni. Ya'ni 95lik kodi bilan 857 87 00 raqamimizga o'zingizni videoga oling. Assalomu alaykum Bobojon o'z kanali, men palonchaman, palon yoshdaman. Xullas to'liq ma'lumotingizni berib, men uylanmoqchiman, o'z xohishim bilan murojaat qilyapman deb oilaviy maslahat qilib, o'zingizni videoga olib bizga jo'natinglar. Yoki kelin qilaman degan insonlar ham. Endi bizga minglab голосовой, SMS yoki telefonlar bo'ladi. Hammasiga biz javob bera olmaymiz. 10 ta, 20 ta, 100 ta bo'lsa ham ulgurishimiz mumkin. Lekin bu yerga 5000, 10 minglab SMS yoki голосовой yoki telefonlar bo'ladi. Hammasiga minutga hisoblaganingizda ham biz gaplashib ulgurolmaymiz. Chunki hozir mana syomka qilyapmiz, Toshkentga borib keldik, birov bilan ko'rishamiz, boshqa ishlarimiz bor. Ammo uylanaman degan inson yoki turmushga chiqaman degan inson bo'lsa, bizga o'zini videoga olib tashlasa, biz xuddi mana bu qizni yoritganda yoritamiz. Tenglari chiqsa, bir kunda to'ylarni qilib beramiz. Hamma videolarda eslatib o'tyapman, bu videoda ham sizlarga eslatib o'tdim. Biz shunchaki sababchimiz. Har bir insonning baxtini Alloh beradi. Bu yerga injiq insonlar, g'iybatkash insonlar kelmanglar. Noto'g'ri tushunmanglar. Juda ko'pchilik bilan ko'rishib, holatda aytayapman. Bu yerga samimiy, yuragi toza, masalan, turmushga chiqa olmagan yoki uylana olmagan, qiynalgan inson bo'lsa, biz yordam bera olamiz. Juda ko'pchilik bizga O'zbekiston ahlidan, viloyatlardan, tumanlardan yoki musofirdan yoki juda o'sha o'zbek zabonini tushunib juda ko'pchilik kuzatayotgan insonlar, men otamni uylantirmoqchiman yo men o'zim uylanaman, menga palonchani raqamini bering, xullas adresini bering, uylab ko'ring, meni o'rnimga qo'yib ham ko'ring o'zingizni. Sizni qizingizga yo opangizga yo singlingizga birov SMS yozsa yo голосовой tashlasa, hech qanday ko'rinmaydi yoki kimnidir suratini tashlab yuborsa, surat gapirmaydi. Siz o'z singlingizni yo opangizni yo qiz farzandingizni u kishiga aytib berasizmi? Yo kel olib ket deb aytasizmi? Mana sizga kerakli javob beryapman savollaringizga. Shu uchun to'g'ri tushungan bo'lsangiz ota-onangizga rahmat.
Xullas, men videoni boshida aytib o'tdim. Endi bu qizga keladigan bo'lsak, hozir videosini chiqardik, jonli efirga qiynaldik chunki hayajoni bor. Bu yerga kelishdan oldin opasi bilan, onasi bilan suhbatlashdik. O'z xohishing bilan keldingmi yo seni onang yoki opang seni majburlab jo'natib yubordimi? Men o'z xohishim bilan keldim. Kelishingning sababi nima? Shu o'z baxtimni topmoqchiman, o'zimni tengimni topmoqchiman. Nogiron bo'lsa ham mayli. Nogironlik aravachasida yurgan insonga ham tegmoqchiman deyapsan yoki men noto'g'ri tushuntiryapmanmi? Yo'q, to'g'ri. Hasad oyoqda yursa ham tegasang. Sog'lom inson kelsa ham tegasang. Shundaymi? Ha, shunday. Endi hozir men bu qizni gapini ozroq tushuncha qilib beraman sizlarga. O'sha imkoniyat cheklangan nogiron bo'lsa ham turmushga chiqaman, hasad oyoqda yursa ham turmushga chiqaman, sog'lom bo'lsa ham turmushga chiqaman. Xullas, o'sha nogiron inson bo'lgan taqdirda ham tegib savobini olaman degan gap ketyapti. Yo, noto'g'ri gapirsam, aka sen noto'g'ri gapirding deb aytgin. Yo'q, to'g'ri deyapsiz. To'g'ri gapiryapman-a? Xullas, o'zlari aytayotgan gapni men aytayapman. Men bu qizni tanimayman. Bizga murojaat qildi, biz mana yoritib beryapmiz. Xudo xohlasa to'ylarni qilib beramiz. Hozir bu qizni 30 ga yaqin so'ragan insonlar bor. Xullas, yoshi katta, yo bu kishiga to'g'ri kelmagan, ma'qul kelmagan ekan. Hozir bittasi ko'nglimga ma'qul kelyapti deyishyapti, hali aniq emas. Qani mana shu videomizdan keyin nechta nomzod chiqadi? Mana shu nomzodlardan bittasini tanlasa, bu kishi Alloh nasib qilsa, uyingizda borib kimnidir kelini yoki kimnidir umr yo'ldoshi bo'lib xizmatlarni qiladi. Biz shunchaki sababchimiz. Farzandi ko'p bo'lsa, baxtli yashasa, bizni yaxshi gap bilan eslasa, biz juda xursandmiz. Lekin mana videolarda aytib o'tamiz, mana bu qizni kim so'rab kelsa ham biz tek deb aytmaymiz. Uylanaman degan yigit kelsa ham uylan deb aytmaymiz. Erta biron kun hayot davomida kelishmovchiligi bo'lib qolsa, biz uni javobgarligini olmaymiz. Biz tanimaymiz ham. Meni o'zi hayotim o'sha YouTube ga kirib kelishim, videoda qiziq videolarni qo'yishdi, o'zim qiziqganman. Endi o'zim imkoniyatim cheklangan bo'lib, shu ustozlarim gapiga kirib, shu masalada video qilib, shu yo'nalishga kirib ketib qoldim. Bu murojaat oshdi, ko'paysa ko'paydi, hech kabaymadi. Shu sabab endi yo'nalishda meni Bobojon uz o'sha to'ylari, Bobojon uz deganda kimnidir baxtli bo'lgan insonlarning ko'zini oldiga keltiradi. Shu Bobojon uz deganda endi shu kelin-kuyovlar ko'z oldiga keladi, shu yo'nalishda ketib qoldik. O'zi hayotda seni xaraktering qanday desa, yo mendan kimdir intervyu olsa men aytar edim. Hazilkash, chaqchaq qiladigan hayotda insonman. Shunaqa yo'nalishni o'zim ham yoqtiraman. Endi 5 qol barobar emas, o'zim shaxsiy fikrimni endi sizlar bilan ozgina bo'lishkim keldi. Bu esa bitta loyiha, ya'ni ish faoliyati. Bu mana loyihani boshladik, kimga tegadi, qachon turmushga chiqadi, uni biz bilmaymiz, uni yolg'iz Alloh biladi. Men ko'proq gapirganim sababi video o'zi qonun qoidasi bilan 10 minutdan oshish kerak. Bu qiz 1 minutga bormay gapirib bera olmayapti. Bu qizni nomidan ham, kanalimizni ham, ish faoliyatimizni ham sizlarga imkon boricha yoritib tushuntirib beryapman. Yaxshi insonlarni, bizni hurmat qilgan insonlarni, hammalaringizni men yaxshi ko'raman. Bobojon uz kanali nomidan aytayapman. O'zingizning shaxsiy fikrlaring bormi? Gapir mana. Yo'q, qolganda men gapirib bo'ldim. Yo, yana nimadir tushuntirmoqchimisan? Qaysi viloyatdan bo'lsa ham, hatto turmushga chiqasanmi yo viloyat tanlaysanmi? Yo'q, qaysi viloyatdan bo'lsa ham shu nogiron insonga turmush chiqish niyatim bor ekan. Ko'proq nogiron insonga turmushga chiqish niyating bormi yoki sog'lom insongami? Fikring qaysi biriga ko'proq turmushga chiqmoqchisan? Nogiron inson bo'lsa ham mayli. Har bitta gapida nogiron haqida gap ketyapti, ya'ni imkoniyati cheklangan insonga turmushga chiqmoqchiligini bildiryapti. Endi ko'ramiz bu videoning natijasi qanday bo'ladi. O'zingizni ehtiyot qiling. Keyingi efirlarda ko'rishguncha salomat bo'ling.